Assalomu alaykum bozor aro obunachilari. Bugun 2026-yil 22-fevral hafta kuniga yakshanba Qo'rg'ontepa mol va qo'y narxlarini sizlarga aytib o'tamiz. Shved savayskiy sigirimiz baraka bo'lsin. Shved savayskiy sigiri bu. Shved savayskiy sigirimiz 65 million so'mga baraka bo'libdi. Xo'p. Aka qo'ylar nech puldan bo'ldi? 6,5 million so'mdan ena bola ekan. Buni qo'ylar 6,5 million so'mdan bo'libdi. Unajin chiqdi. Aka unajin nech pul bo'ldi? Ena bola 25 million so'm bo'libdi ena bola. Bolasi buqacha ekan. Ikkinchi qoringa ekan. Hozir mana buqalarim chiqib kelyapti. Sigirni. Ha, sigir ekan. Aka sigir nech pul bo'ldi? Sigir nech pul oldi aka? Narxlarini aytmadi. Endi shopirdan bo'lsa. Aka sigir nech pul oldi? Ha, sotilmabdi. Sigirimiz sotilmabdi. Buqalarimiz sotilibdi. Aka buqa nech puldan bo'ldi buqalar? Nech puldan bo'ldi? 23 million so'm bo'libdi shved buqamiz. Sigirimiz nech pul bo'ldi? Sigirimiz. Aka sigir nech pul bo'ldi? 25. 14,5 million so'm bo'libdi bu. Buqamiz nech pul bo'ldi? Buqamiz. Nech pul bo'ldi aka bash buqa? Aka nech pul bo'ldi? 22,5 million so'mga baraka bo'libdi novvosimiz. Nech pul bo'ldi? 13 millionga 15 million 300 bo'libdi narxlari. Bo'ldi. Aka novvos nech pul bo'ldi? 18 million 400 ming so'm bo'libdi. Qo'cha ekan novvos. Aka nech pul bo'ldi? Nech pul bo'ldi? 17,5 million so'm bo'libdi novvosimiz. 17,5 million so'mga baraka bo'lgan holati. Aka novvos nech pul bo'ldi? Qo'rga ketdi novvos. Aka novvos nech pul bo'ldi? Narxi? 3tasi. Nech puldan bo'ldi? Nech puldan bo'ldi aka? 77dan 27dan 77 bo'libdi. 3ta donasi 77 million so'm bo'libdi. Hozir 2ta. Uchinchisi endi chiqargan. Mana bu yerda buzoqchalarimiz bor ekan, novvoschi ekan. Aka bular novvosmi, unajinmi bular? Novvoslar nech puldan deyapsiz aka bularni? 13 million so'mdan baho aytilyapti ekan. Yeb ichishlari hamma yo'g'i joyida ekan. Shunaqa buqachalar yana bo'ladimi aka sizda? Yana buqachalar bo'ladimi, bo'lmaydimi? Buqachalar yana bo'ladimi, bo'lmaydimi? Nomer qoldira olasizmi so'raganlarga? Yo'q, men uni qarab. Ha, bo'ldi. Bo'ldi, bular bepochlik. Novvoschalar mana. Nech puldan ekan? 10,5 million so'mdan kami bor ekan jupa. Yana mana novvoschalar bo'ladimi sizda aka? Pastani bo'lam, nomerlaringizni aytib o'tasiz? 91lik 489 02 69 shu akamizda har doim mana shunday go'zallar, buzoqchalar, xonajin va buqachalar bo'lar ekan. Shu akamizga aloqaga chiqa olasizlar. Vodiy bo'ylab dastavkamiz ham bor ekan, kelishgan holatlarda. Aka bu nech pul bo'ldi bu? Novvos ekan. Novvos nech pul bo'ldi aka? Narxi? Ha, sotilmabdi. Sotilmagan holat ekan. Chiqib ketyapti, sotilmabdi. Egasini abzoyi buzurroq bo'lib qolibdi sotilmagani uchun. Mana Greenford novvosimiz 35 million so'mga baraka bo'libdi. To'g'ri qushxonaga kelsa kerak endi bu. Unajin nech pul oldi? 9,5 million so'mga shu unajinimiz baraka bo'libdi. Aka shved novvos nech pul bo'ldi? Nech pul bo'ldi aka shved novvosimiz? So'ramadim. Ha, shopir ekan. So'ramab shopirdan ekan. Narxlarini aytib o'ringlar, iltimos akalar, ukalar. Mental gibrid. Aka nech pul oldi? 20 million, 21,5 million so'mga baraka bo'libdi. Mental aralash gibrid ekan. Aka nech pul oldi? 23,5 million so'mga baraka bo'libdi shu novvosimiz. Baxtli ekan. Qirmini 2 oy, 3 oydan keyin shonaga boradigan holatda novvos ekan. Tayyor so'rsa bo'ladi.
Aka nechi pul oldi Navoz? Jupi 31 million so'm bo'pti mana. Bo'yi bir 1.10 plus. 31 million so'mga baraka bo'pti. Aka Navoz nechi pul oldi? Ha, bu shopiraydi. Aka qo'ylarimiz nechi puldan bo'ldi? Yana bola qo'ylar? Nechi puldan oldingiz? 14 ga. 14 million so'mga bolasi qo'chqar ekanmi bu? Ikkalasi ham qo'chqar. 14 million so'mga baraka bo'pti. Aka nechi pul bo'ldi qo'chqar? 4 million 900 ming so'mga baraka bo'lgan qo'chqarimiz Qurbon hayitiga tayyor bo'lar ekan, Xudo xolasa. Sotilgan novoslarimiz narxlari. Aka nechi pul bo'ldi novoslar? 21 million so'm bo'pti. Nechi bu? 21 million so'm bo'pti. Sotilgan variantlarimiz. Novosi nechi pul bo'ldi? Sotilmabdi novosimiz. 13 million 200 ming so'mga sotilmabdi. Nechi pul bo'ldi aka shved sigir? 16,5 million so'mga svoy shved sigirimiz baraka bo'pti. Nechi pul bo'pti aka bu? 22 million so'mga svoy sigirimiz sotilibdi. Yemlangan, holatda. Uncha qushxonaga ketyapti bu. Aka qo'y nechi pul bo'ldi? 6 million 700 ming so'mga sog'lig'imiz bo'pti. Novoslarimiz ham mana chiqib kelyapti. Aka nechi pul oldi novoslar? 58 million so'mga mana shved novoslarimiz 1.15 plus. 58 million so'mga 3 ta novosimiz baraka bo'pti. Olti. 6 million. Aka nechi pul bo'ldi bu qacha? Novosda nechi pul oldi? 13 million 300 ming so'mga baraka bo'pti. Shu bu qachamiz. Novosamiz. Bo'yi bir 1 metr plus. Aka nechi pul bo'ldi novos? Narxi nechi pul bo'ldi? Ha, sotilmabdi bu buqamiz. Novosimiz sotilmabdi. Nechi pul oldi qo'y? 5 million 200 ming so'mga sog'liq sotilibdi. Nechi pul oldi? Nechi pul bo'ldi aka bu? Nechi pul bo'ldi? Bu sotilmabdi. Ha, sotilmabdi hunajimiz. Bugun qandaydir bozorimiz tashlab yuborganmiz, sotilmabdi. Juda ko'p hayvonlar qaytib chiqib kelyapti. Mana shu bilan bozorimiz ham yengillab qoldi. Agar videolarimiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, like va podpiska bosish esdan chiqmasin. Vodiy bozor uchun tayyorlangan videolarimiz har doim sizlar uchun xizmatda.